Assalomu alaykum, umid do'stlar. Bugun sehrli chiroq nomli cho'chakni anglaylik. Mansur ismli bir sehrgar bo'lib, Jungodagi bir o'ngirda bir sehrli chiroq borligini bilib, u o'ngirni izlab tepibdi. Ammo o'ngirning og'zi bak tor bo'lg'achqa sehrgar kirolmabdi. Qanday qilishni bilolmay turganda gul uzayotgan Aloviddinni ko'rib qoldi. Sehrgar Aloviddinga bir uzuk berib, "Bu uzuk sening omonligingni saqlaydi. O'ngirga kirib, chiroqni olib chiqqin", debdi. Aloviddin o'ngirdagi chiroqni olib, o'ngirning og'ziga kelib, sehrgarga eshikni ochishni aytibdi. Sehrgar hiylagarlik qilib, oldi bilan chiroqni berib, ondan chiqqin, debdi. Buni anglagan Aloviddin sehrgarga oldin qilishdan qo'rqib, avval eshikni ochishni aytibdi. Sehrgar Aloviddinni har qancha qilibmi gapga kirgizolmay, o'ngirning og'zini etib o'tibdi. O'ngirning ichida qolgan Aloviddin bak qo'rqibdi. Aloviddin maqsadsizla uzukni surtib ekan, shu an uzuk ilohiy uning oldida paydo bo'lib, "Hey yigit, nima ishing bor? Men tayyor", debdi. Aloviddin uningdan o'zini uyiga olib qo'yishni o'tinibdi. Uzuk ilohiy darhol uning talabini o'rindabdi. Anisi Aloviddinning ko'ni bir chiroqni akelganligini ko'rib, uni sotmoqchi bo'lib, pokiz surtibdi. O'ylamagan yerdan ularning oldida chiroq ilohiy yana paydo bo'ldi. Chiroq ilohiy "Sizlarga nima kerak?" deb so'rabdi. Buni anglagan Aloviddin "Bizga yemaklik kerak", debdi. Birdamdala stolning usti mo'l noz-ne'matlarga to'libdi. Bir kuni Aloviddin Budul malikini ko'rib, uning go'zal husn jamoliga oshiq beqaror bo'ldi. U uyiga qaytib kelib, chiroq ilohiga "Men Budul malikini amrimga olaman. Menga katta qasr kerak. Sen meni katta boyga aylantirib qo'ygin", debdi. Chiroq ilohiy uning talabini to'liq o'rindabdi. Aloviddin malikaga to'y qilish talabini qo'yibdikan, podshohmi qo'shilibdi. Shuningdan e'tiboran ular nihoyat baxtli turmush kechiribdi. Aloviddin bilan malikaning to'y qilganlik xabari bir damdala butun shaharni, hatto yiroqda turayotgan heliqi sehrgarning quloqiga yetibdi-da, u yana Jungoga ketdi. Sehrgar savdogar qiyofatida yasinib, sehrli chiroqqa o'pma o'xshash yana bir chiroqni yasab, malikaning derisining yeniga ko'tirib kelibdi. Va shundaqla "Ko'ni chiroqqa yangi chiroq tegishiman. Ko'ni chiroqqa yangi chiroq tegishiman", deb rosa tovlabdi. Sehrli chiroqning sirini bilmagan malika chiroqni tegishib o'tibdi. Shu on sehrgar chiroq ilohiga "Malika bilan qasrni Afrika qit'asiga yo'tkavat", deb buyruq beribdi. Aloviddin uyiga qaytib kelib qarog'idek bo'lsa, qasrning o'rnida bir parcha yerli turg'idek. U uzukni surtib, uzuk ilohiydan zodi nima ish bo'lganligini so'rabdi. Uzuk ilohiy Aloviddinni Afrikaga akilib qo'yibdi. U shu yerda o'z ayoli bilan qaytadan ko'rishibdi. Aloviddin sehrgarning yo'qligidan foydalanib, malikaga bir bo'loq dori berib, uni sehrgarning tomog'iga selib qo'yishni aytibdi. Sehrgar tomoqni yeb bo'libla uyquga ketibdi.
U sehrli chiroqni elib, uningga sekregarni tog'ning o'ngiriga solib etgan, debdi. Alaviddin qasrini Jungoga ko'chirib ketdi. Podshoh Malika va Alaviddin bilan qayta uchrashib, bak xushal bo'pti. Kunlar o'tib, yillar o'tib, keyin Alaviddin yurtqa podshoh bo'pti. U chiroq ilohiga aytib, qumliqni bo'stonliqqa aylantirib, nihoyat baxtli turmush kechiribdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chigimiz mushu yergacha. Allohga omonat.